Assalomu alaykum hammaga. Bizni bugungi navbatdagi grammatik qo'shimchamiz -so. Xo'p, bu qanaqa grammatik qo'shimcha ekan? Hozir ko'rib o'tamiz. Grammatik qo'shimcha -so koreys tilida shu paytda bilan birga qilayotib, ayotib deb tarjima qilinadi. Bu qo'shimcha bir vaqtda yuz berayotgan ikki harakatni ifodalashda ishlatiladi. Masalan, men kino ko'rayotib ovqat yeyman yoki mashq qilayotib musiqa tinglayman deb ikkita ish harakatni bog'lab ketaman. Ayotib, qilayotib degan qo'shimcha birikma bilan o'sha holatni ifodalaydigan grammatik qo'shimcha koreys tilida -so hisoblanadi. Qo'shilish, fe'llarga qo'shilish tartibini tushunib ketamiz. Undosh bilan tugagan fe'llarga -so, unli bilan tugagan fe'llarga -so qo'shiladi. Endi gaplar bilan chuqur tahlil qilamiz. 음악을 들으면서 공부해요. Musiqa eshitayotib o'qiyapman yoki 밥을 먹으면서 TV를 봐요. Ya'ni ovqat yeyotib televizor ko'ryapman, televizor ko'raman. Ko'r면서 이야기해요 bo'lsa yurayotib suhbatlashaman. Mana shu holatlarda ishlatiladi. Bu grammatik qo'shimchamizni tushundik degan umiddaman. Sog' bo'linglar.